vakillari yo'q bo'lsa, sababi esa quyosh to'sayotgan narsa mana bu narsa. Ya'ni Xudo, ya'ni Xudo emas, Minecraft xudosi bizani qishlog'imizni tepasiga o'zini qishlog'ini quribdi. Jinni ursin. Qanaqa qilib anaqa qilamiz? Jitillar ham hayron. Hozir jitillar bilan maslahatlashib, nima qilishni o'ylab olamiz. Nu, nima qilishni ham bilmayman. Tepaga chiqib, ularni ko'rib, obzor qilib bersam, menimcha videoda ham yaxshi chiqardi-da obunachilar. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar, bizda tezroq 500 ta bo'laylik. Ha, biz hozir tepaga chiqamiz, ya'ni Minecraft xudosini, ya'ni Godni qishlog'iga boramiz. Nu, nima bor, nima yo'q, hammasini ko'ramiz. Ha, obunachilar. Agorotlarimiz quyosh bo'lmagani sababli to'sib yo'lani anaqa qilyapti. Juda ham yomon. Jitil nima qilasizlar, yaxshimisizlar? Kompot yaxshimisan? Da yaxshi. Nima muammo? Ko'rmayapsanmi? Agorotlarimizni quritib tashladi. Ana Godni qishlog'i nima deymiz endi? Da, nima deymiz, to'g'ri aytasan. Obunachilar men bitta qarorga keldim, ya'ni obunachilar va qishloqdagilar. Men hozir tepaga chiqib, ko'raman, nima bor, nima yo'q, hammasini Xudo xolasa Godni qishlog'ini bu yoqdan ko'chirishga ham harakat qilib ko'raman. Nu Xudo xolasa meni o'yim o'xshaydi, siz qo'lib qo'yasizlar bo'ldi jitillar. Nu men ketdim. Uyimdan hozir bloklarni olib chiqib, tepaga chiqib, obzor qilib ko'rsatib ham beraman. Bir gap bo'lar. Tak, hozir bu narsalarni olib, endi bo'ldi. Bizga 4 stak yetadi. Vot endi bu yo'lga chiqamiz. Shu yerdan bizani quyosh yog'gani uchun ham yomg'ir yog'yapti. Bunachilar ko'ryapsizlarmi? Hozir bu yo'ldan chiqsak, to'g'ri chiqamiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Siz obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar bas. Bizning qishlog'imiz yana avvalgidek bo'lib ketadi degan umiddaman. Hop, qani yetibamizmi? Qani bulutlar ham bor ekan, ular orasida вообще zo'r mana. Bulutlarda yurar ekanlar. Hali ko'rmadim, tepaga chiqib pastdan kuzatdim, bulutlar turganini ko'rdim. Zo'r, wow. Bu yerda nima qilyapsan? Bu yerga kirishga senga kim ruxsat berdi? Meni gapim bilan sizlar bizani qishlog'imiz ustidan sizlarga qishloq quryapsizlar. Bizani qishlog'imiz ustidan kurganlarga bizani agorotlarimizda polzikilar o'xshamayapti va bizada ocharchilik boshlandi. O'shaning uchun shahar qishloqlarni naryoga o'tkazsanglar yaxshi bo'ladi bo'layman. Bu narsa bizani qo'limizda emas. O'shaning uchun tez shiqillat oyog'ingni. Bu joy sizlarniki emas, bizaniki emas. Bu joy sizda ham, menda ham qoladi. O'shaning uchun men hozir anaqa qilaman. Oy, tegmang. Yoma. Oh, Xudoga shukr. Nima ahmoqmi bular? Ozgina qoldi-yu, jitlar ko'rdinglarmi nima bo'lganini? Kompot ko'rdik nima bo'lganini. Hozir menda bitta g'oya bor. Ularning kiyimiga o'xshagan kiyim beraman. O'shani kiyasan va ketaverasan. Ular o'zini odami deb o'ylaydi va sen o'tkazadi va sen u qishloqni daryoga o'tkazishga harakat qilasan. Yo'q, xuddi shuni kiyimiga o'xshar ekan. Novurisini ko'rasizlarmi hozir? Men ularning kiyimiga o'xshagan kiyimlarni kiyib olaman va ko'ramiz reaksiyalar qanaqa bo'ladi. Men aytamanki, men sizlarni qishlog'inglarda edim, birinchi odam bo'lganman. Men tirmasliklar kerak deb deyman. Men tushib ketdim deyman. Keyin sizlarni shaharda qishlog'inglarni topib kirdim deyman. Meni kirgizsanglar yaxshi bo'lardi deb hamma joyini obzor qilib ko'rsatib beraman sizlarga. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hop. Ana, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi deyman. Hammasi hozircha yaxshi ketyapti. Mana rejam rejasi o'xshasa, ularni anaqasini, qishlog'ini shaharga quraman. Juda ham zo'r oltin yasalgan. Yaxshimisizlar? Men shaharda edim, ya'ni qishlog'larda birinchi odam bo'lganman. Sizlar tanmasinglar kerak. Men sizlarni qishlog'inglarga tushib ketgandim. Hozir o'taman. Sizlar menga ruxsat berishinglar kerak. Nimaga desam, men sizlardan oldin bo'lganman. Yo'q, oldin bor eding. Da, men ko'rdim. Meni ham kelganlar bor ekan, mayli, men ketdim. Qishlog'imni yana bitta ko'rib olay.
Obunachilar ko'rsam men bilan ishondim. Meni Jordan deb o'yladi avval qishloqda yo'qolib qolgan Jordan bor ekan, o'shani men deb o'ylashdi. Oh my god, obunachilar bunaqa omad mendan bir uchraydi. No bu yo'lda har xil narsalar, no bulutlar yurish kerak ekan. Вообще qiyin. Hammasi menga tikilyapti. Yo my yo, hammasi menga qarayapti. Bu joyda nima bor? Bu yerda janobimiz, ya'ni bizani xudomiz yashaydi. Bu yerga chiqsang, ko'rasan. Yana sekin qo'yma. Assalomu alaykum, yaxshimisiz janob, yaxshimisiz? Yaxshi turib. Fu, yaxshi turdingiz va fu bilet. Sanam yo'lga menga kirgizdi. Sen hech kimmisan bu yo'lga? Sen oddiy odamsan, men ularni o'ylama. Ular oddiy chunmomoshlik bo'lgan, chunmomoshlik. Tez hozir men aytgandek masa o'ldirib tashlaymiz. Agarda tepadagi qilishni ololmasin, sen o'ldirib tashlaymiz. Ya'ni yo'lga kirganing uchun pushaymonsan. Tez ikkinchi daraja yuqorida yurgan qilichni joyidan olishing kerak. Chorasan hali bizlarni qishlog'iga kiradigan oddiy odam. Yo'qmi yo'qmi sizlar nima deyapti bu hozir? Men hozir kirganimga pushaymon bo'lman. Yo'qmi agarda qilich ololmasam nima bo'ladi? Xudoyim, nima bo'ladi endi? Ikkinchi darajaga ko'rish kerak. Yo'qmi yo'q. Xudoyim, men juda ham qo'rqib ketyapman. Qanaqa bo'ladi endi? Bu meni mo'ynamaysan, bu yo'lga kelgan ustoz bilan endi meni qo'rqishim bilan chiqib ketasan. Yo'q xudoyim, mayli, men harakat qilib ko'raman. Xudo xolisa olaman. Obunachilar ko'rasizlarmi? Hozir tepadagi turgan qilich olishim kerak ekan. Kinolarda ko'rgan bo'lishligi kerak, voy qiyin bo'ladi buni o'ylash. Menga hozir so'rab berdi. O'shancha obuna bo'lib qo'yibsiz, meni qo'llab-quvvatlab, patashik turinglar, xudo xolasa olamiz. Godnechcha shu yo'q ekanmi? Bu yo'q nima? Bu yo'q skriptami? Nima balo bilmayman. Bu yo'qga chiqish kerak shu yerda kurs. Yo'q, buni crack bo'laman. Yo'q, obunachilar juda ham qattiq. Umuman tasvirlab berolmayman. Qani, 1, 2, 3. Yo'q. Obunachilar juda ham qiyin. Hammasi menga kiryapti. 1, 2, 3. Obunachilar, men xudo xolasa eplayman. Nima? Yo'q. Obunachilar o'xshamayapti. Juda ham qattiq obunachilar, ishonaveringlar, voy qiyin. Nima bo'ladi endi? Meni har ham bo'ladi obunachilar. Oddiy bitta огород, ochorchilik bilan men o'lib ketamanmi? Yo'q obunachilar. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Juda ham qattiq obunachilar. 1, 2, 3. Qani bo'l. Judayam qattiq. Qani bo'l, bilingni olmayapti obunachilar. Olmayapti, judayam qattiq. Qani. 1, 2, 3 qani. Men judayam charchadim, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Qani oxirgi urinish. Yo'q, obunachilar. Men uddaladim. Yo'q, obunachilar, men qilich oldim. Men bu yerdan chiqgan bo'ldim. Alhamdulillah, Xudoga mingdan shukr. Obunachilar, men chiqaman endi. Obunachilar, juda ham xursandman. Barchaga xayr, sizlar bilan kompot bo'ldi. Keyingi video uchun 100 ta like, xayr.